Ba'zi ayollarning pozitsiyasiga nisbatan menda bitta ajoyib savol tug'ildi. Kommentarda o'z fikringlarni yozishingiz mumkin. Mana bunaqa. Men erkak kishi ayolining hamma muammosini hal qilish tarafdoriman. Menga shu model juda ham mos. No. Ba'zi ayollar bu modelni qabul qiladi. Haqiqatan ham meni hamma pulim berish kerak, meni qorin to'g'rish kerak, uyimni qilib berish kerak, hamma narsamni qilib berish kerak, meni himoya qilish kerak, muammoimni hal qilish kerak. Okey. 100% muammoimni hal qilish kerak. Lekin men uni xohlasam gapiga quloq solaman, xohlasam solmayman gapiga quloq. Ya'ni erkak kishi 100% hamma muammoni, hamma narsani qilish kerak. U xohlaganda qiladi, xohlaganda qilmaydi. Bu yerda bitta podkastda zo'r fikr eshitdim shu haqda. Tasavvur qil deydi, sen bitta mashinani oldingda, BMWni, uni hamma muammosini hal qilasan. Radar kelsa to'laysan, mashinani moykaga olib borsan, qisqasi qaraysan, parvarishlaysan. Lekin u mashina kechasi xohlagan joyiga, xohlaganda ketaveradi. Unaqa mashinani nima keragi bor? Endi bu o'xshatish o'z aslini olganda, lekin prosta fikrlab ko'ringlar. Qanday qilib men 100% mas'uliyatimga nimadir ola olayman, u narsaga 100% egalik qilmasdan. Faqatgina 100% egalik qilgan narsamgina meni 100% lik mas'uliyatim ostida bo'ladi va men unga 100% hamma narsasini qilib bera olaman xolos. Fikringlarni bilmoqchiman, izohlarga yozing.